Assalomu alaykum. Sariosiyo tumani Bog'shirin mahallasidagi 649-konturdagi dala maydonidamiz. Hozirda ushbu dala maydonimiz auksiondan olingan 20 ta dehqon xo'jaliklarini bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz ekini ekilgan bo'lib, ushbu maydonimiz mana shu katta yo'l qismidan yon tomoni yong'oq daraxtidan bu tomoni keyingi uqariqqacha 1000 metr, ya'ni 10 gektar maydonni tashkil qiladi. Ushbu 10 gektar maydonga lider tadbirkor va biriktirib berganmiz. Ushbu lider tadbirkor doimiy ravishda dehqon xo'jaliklari egalari bilan, auksiondan olgan fuqarolar bilan bog'lanib ko'rsatmalar berib kelmoqda va piyoz mahsulotimiz ham tayyor bo'lish arafasida turibdi. Bu o'sha barcha o'g'itlar va parvarishlar joy-joyida amalga oshirilyapti va ertaga ushbu mahsulotni eksport va mahsulotni sotib kelajakda har bitta yer egalarining xonadoniga daromadga ega bo'lishiga sababchi bo'lib kelmoqdamiz.